Ikkinchi sinf tarbiya fani. Mavzu: mehr-oqibat nima? Darsning maqsadi: ta'limiy maqsad, yaxshilik va yomonlik tushunchalarini aniqlash. Tarbiyaviy maqsad: boshqalarga g'amxo'rlik qilish, ularning baxtiga hissa qo'shish va yaxshi inson bo'lish sari intilish. Rivojlantiruvchi maqsad: o'z fikrlarini ifodalash, mantiqiy tahlil qilish va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish. Darsning rejasi: kirish. Bunda salomlashamiz, davom eta olamiz, dars muhitini yaratamiz. Asosiy qism: hikoya ustida ishlaymiz, savol-javob, munozara metodlarini amalga oshiramiz. Uchinchi qism: yakuniy qism, ya'ni bunda uyga vazifa beramiz va o'quvchilarni baholaymiz. Biz hayvonlar haqida gaplashmoqchi bo'lsak, o'quvchilar, O'zbekistonda qonunlar hayvonlarni himoya qiladi. Ularni masxara va xafa qilmaslik, ko'chaga haydamaslik kerak. Buning ortida jiddiy jazo, katta miqdordagi jarima belgilanadi. Shunday ekan, biz hayvonlarga ozor bermasligimiz, ularni asrab-avaylashimiz zarur. Sizlar ham hayvonlarni yaxshi ko'rasizlarmi? Ularga qanday yordam berishimiz mumkin? Darsligimizda Mushuklar uchun shahar nomli hikoya berilgan ekan. Men buni sizlarga o'qib beraman, siz esa diqqat bilan eshiting bolajonlar. Ikki do'st, Bekzod va Sasha Toshkentdagi bir mahallada istiqomat qilishardi. Bir kuni Sasha onasidan ayrilgan mushukchani ko'rib qoldi. Mushukcha xuddi yig'layotgandek qarab turar, yolg'iz va g'amgin edi. Sasha har doim qarovsiz hayvonlarni topib, ularga yordam berardi. U bu gal ham beparvo o'tib ketmadi. Mushukchani qo'liga olib uyiga olib ketdi. Uyga yetib kelgach, eshik oldida to'xtadi va o'yladi. Bu uyga olib kelingan 3-chi mushukcha bo'ladi. Mushukchani ko'rib buvisining jahli chiqishi mumkin. Axir kichkina uyga hamma mushukni sig'dirib bo'larmidi? To'g'ri, dedi Sasha xo'rsinib. So'ng do'sti Bekzodga telefon qildi. Bekzod darrov go'shakni ko'tardi. "Bek, men mushukcha topib oldim", dedi Sasha. "Tasodifni qara", dedi Bekzod. "Men ham mushukcha topib oldim. Endi nima qilishni bilmay turibman. Onam unga bir muddat boshpana berishga ruxsat berdilar va keyin uni birovga berib yuborishimni tayinladilar. Agar mushuklarning o'z uyi bo'lganda edi, ularga boshpana izlash shart bo'lmasdi." Shunda Bekzod birdan xursand bo'lib ketdi va dedi: "Sasha, ko'chada qolgan uysiz mushuklar uchun uy quraylik. Yaxshisi ular uchun butun boshli shahar quramiz." "Ajoyib g'oya", dedi Sasha bu gapdan Shahar qurish bu jiddiy Bu g'oya katta yigitlarni loyiha. shunchalik Demak, ishni ruhlantirdiki, ruxsatnoma olishdan ular boshlash darhol kerak. ishga Shuning kirishdi. uchun Avvalo mahalla fuqarolar yig'iniga borib, mahalla raisiga niyatlarini bildirishdi. Ular o'z g'oyalarini o'qituvchilariga ham aytib berishdi. Ikki do'st to'siq bilan o'rab qo'yilgan, daraxtlar o'sadigan kichik maydonni tanladilar. Bu joyni chiqindilardan tozalash kerak edi. Bolalar darhol ishga kirishdi. Ertasi kuni ularga Sveta va Sayyora qo'shildi. Keyin Sergey va Timur. Bolalar tuproq va chiqindilarni xaltalardan tashishdi. Bu tezroq va qulayroq edi. Maydon tozalangach, qizlar chiroyli gulzor qilish uchun ko'chat va gul urug'larini olib kelishdi. O'g'il bolalar esa turli quti va taxtalardan uy qurishni boshladilar. Mahallaning mushuklari o'zlariga atalgan shaharchaning qanday qurilayotganini katta qiziqish bilan kuzatdilar. Jamoadagi bolalar soni 17 nafarga yetdi. Mushuklar shaharchasi qurilgach, uni Mushukkent deb atashdi va ochilish marosimiga ko'ngillilarni taklif qilishdi. Ochilishga hatto televideniyadan ham kelishdi. Odamlar bu shaharcha haqida bilib olishdi va bolalar maqtashdi. Bu hikoyaning yaxshi-yomon tomoni shundaki, u to'qima voqea emas. Bu rostdan ham bo'lgan voqea. Mushukkent loyihasi 2019-yilda paydo bo'lgan. O'shandan beri Toshkentda ko'cha mushuklari uchun kichik uylar qurilmoqda. Aholi mushuklarni boqyapti va parvarishlayapti. Siz ham o'z mahallangizda mana shunday loyihani boshlashingiz mumkinmi? Bu hikoyaning asosiy tarbiyaviy ahamiyati unda ifodalangan bir qator muhim fazilatlar va qadriyatlardan iborat. Hikoya bolalarga har qanday tirik mavjudotga, ayniqsa himoyasiz holatdagi hayvonlarga nisbatan mehr-muhabbat, rahm-shafqat va g'amxo'rlik hissini tarbiyalaydi. Endi esa siz quyidagi savollarga javob bering. Ushbu hikoya qahramonlari haqida nima deya olasiz? Nega ular mushuklar uchun shahar qurishga qaror qilishdi? Barakalla bolajonlar, sizlar to'g'ri javob berdingiz. O'quvchilar, endi biz munozara va bahs yuritamiz. Qani ketdik. Qanday qilib g'amxo'rlik va mehribonlik ko'rsatishingiz mumkinligini kichik guruhlarda muhokama qiling. O'z fikringizni sinfdoshlar bilan o'rtoqlashing.
O'quvchilar, endi sizlarga uyga topshiriq. Do'stlar multfilmini tomosha qiling. Undan nimalar o'rgandingiz? So'zlab berishga tayyorlaning va daftaringizga yozib keling. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.